Cho'pilarimizga yana bitta maslahat. Mana bugun Sons keldi. Dons degani uzr. Adashib ketdim. Nexia Dons. Bunda gidrogenerator ketib qolgan. Mana gidrogeneratorlarni almashtiramiz hozir. Sovuq motorni zavq qilganda 5 sekundcha chaqirlab turib keyin yo'qolib qoladi. Ko'pchilik motor deb o'ylaydi. Mana shu narsa bo'ladi. Mana shu almashtirib olamiz. Bu endi rabochisini ko'rsatolman sizlarga. Yengisi yo'lda. Ko'p cho'pirlar adashadi-da. Gidrogenerator ovozini motordan chiqyapti deb o'ylaydi, Porsche'dan boshqa narsalar. Ertalar sovuq motor zavq qilganinglarda 5-10 sekund grubiy ovoz chiqib, keyin yumshasa bilinglarki, gidrogenerator bo'ladi. Bilmaganlar yetkazib qo'yamiz, bilganlar ham esda tutamiz.